Uzun CSS dersidagi 46 qism CSS rasm suzukchanligi. CSSda opacity xarakteri orqali rasmning suzukligi yoki ya'ni o'tkazuvchanlik darajasini tanishgil bo'ldi. Masalan, misol qaraydigan bo'lsak, bu aslidagi bir parcha rasm. Biz buningki opacity xarakteriga 0.4 ya'ni buningki suzukchanlik qiymatini 0.4 40 ya'ni 40% deb olsak bo'ldi. 40% deb bergan vaqtimizda bu rasmningki suzukchanligi maqoladagi ko'rindi. Agar bu ikki qavat holatdagi mazmun bo'lib, osti qismiga buniki tekst yoki boshqa mazmunni ko'rgan vaqtimizda bu ma'niki suzukchanligi 40% o'g'ashqa ostidagi mazmunmi bu yerda sus holatda ko'rindi. Ana kim yerda bu filtr qiymati alfa qiymati deb maqoladagi qiymat berish shakli bu oydan burunqi tor ko'rgishlarda mushg'ulot aniqlab berildi. Ma'noda yuqori darajadagi yoki boshqa tor ko'rgishlarda ama shu opacity teng 0.4 deb mush qiymatni basaklan bo'ladi. Bu andan keyin yana bir misol ko'rib baqsaq. Masalan, misol qaraydigan bo'lsak, bu tagranga bir parcha rasm ishlatilgan. Andan keyin mabula qismida buningki mabula qisminingki rasmningki suzuk darajasini azroq tövallitib, andan keyin buning ustiga bu tekst mazmunini chiqargan. Buningki asli kodga qaraydigan bo'lsak, bu yerda mana buningki tag qismiga shu rasmni chiqargan. Andan keyin bu suzukchanlik xarakteriga asosan bu yerdagi suzuklik qiymatini 0.6 deb tanishib, andan keyin bu tekst qisminingki xarakterini berib, oxirida mush mazmun ma'qul unum oltida ko'ringan.